Imom Buxoriy dunyodagi ikkinchi shaxs payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin, payg'ambar alayhi salatu vassalomdan keyin dunyodagi ikkinchi odam Imom Buxoriy. Bunga hech kim munozara qilmaydi. Imom Buxoriy 10 yoshda bo'lganlarida hadis ilmini boshladilar. Demak, u paytgacha Qur'onni, boshqa ilmlarni qilib qo'ydilar. Hadis ilmini boshladilar. 10 yoshda ustozlari Dohiliydan, Muhammad ibn Abdulloh Musnadiydan hadis o'rgandilar. 10 yoshda. 16 yoshga yetganlarida, 6 yilda Sharif shahrimiz Buxoroda Imom Buxoriyga dars beradigan odam qolmadi. Buxoro hozirgi Buxoro bo'lmagan. Savodda eng orqa diyorlardan bittasi bo'lmagan. Buxoro o'sha payt hammasi olim bo'lgan. Buxoroning amiri Ishoq ibn Rohavayning shogirdi bo'lgan, hadis rivoyat qilgan. Abu Hafs Kabir Sardaftarul ulamo shu yerda bo'lgan. Muhammad ibn Salom al-Poykandi siqa, sabt, ishonchli katta dunyo rovisi shu yerda bo'lgan. Imom Dohiliy shu yerda bo'lgan va hokazo. Shunday ilmiy izdihor Somoniylar davlatining gurkiragan bir payti olimlar yurtida 6 yilda Buxoriyga dars beradigan odam qolmagan. Xo'p, nima qilishgan? Onalari olib Imom Buxoriyni keyin Makkaga olib borganlar. Nima qilish kerak ekan? Olimni orqasidan yurish kerak ekan. Ilm uchun harakat qilish kerak ekan. Mana shunda Imom Buxoriy Makkaga borib, katta olimlardan, avval Ishoq ibn Rohavayda, Marvda, Morida, Marvi Shohjonda, undan keyin Makka Mukarramada, Madina Munavvarada, Bag'dod Sharifga Imom Buxoriy kirmagan yurt deyarli yo'q. Olimi bor shahar yo qishloq borki, unga Imom Buxoriy borganlar. Shu yerdan Yamangacha borganlar poyi piyoda. Yamangacha. Na yo'l bor, na boshqa narsa. Karvonlarga ilinib borgan.